Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz bugün yana del harfi bilen tanışırız. Aldağı derslerge qaraganda indi bunun yazı ravışı azrakkina ikinchirek, birsine de uşamagan. D harfi yumuşak harflerden, bizden bitin D var, da var. Bugünkü derste biz yumuşağını alırız. D. Nişik ol yazılar. D harfi ol bizden kichkina gene bizden ko'radi. Bu birak var bit balalar o'ynalar bit arg'atib kiri keladi. Mana shu shunday yana harfga shon. Zo'roq etib yozsak endi biz ana mana shunday ravishda yozadi. Del. 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 Nishik yoziladi bizning hozir tanishirmiz siziq bilan. Ya'ni daftardagi del harfi siziqdan osqa tushmaydi. U bizning mana shunday ravishda yoziladi. Siziqdan osqa tushmaydi. Del harfi. Bu bizning yumshoq etib D kasrayni o'zi siziqning ostida bu har vaqtda D ham du. D di du. D harfi u shunday bizning bir yoqdan da bir harf bilan tutashmay turgan harflarning birisi bo'lib turadi. İlla demagar endi alif shekilli endi masalan yumart harf kelayotgan, yumart harf bilan tutashadi. Masalan, olaylik yadun, qul degan so'z yadun. Kishiragrab bo'ldi, zo'roq yozira tirishamiz ha. Yadun. Ko'rabizmi? Didan sin kelayotgan, masalan butun bir so'z bilan olib ketik. Bunda ko'rdik yadun qul degan so'zda nima? Y harfinda u bizni yga tutashdi, y qo'lin berdi, d harfi oldi. Ammo masalan d harfi boshda kelayotgan, o'zidan so'ng kelashuluq y harfi kelayotgan, ularga endi qo'lin bermay, yordamga kelmay. Dikun masalan. Ateş deb tarjima etiladi. Dikun. Ko'rdingiz, boshida mana yozildi shulay. Masalan, o'rtada deganda yoki oxirida yoziladi mana shulay. Boshida mana shulay. Ya'ni d harfi endi shu bilan o'rganirga, o'qirga esda qoldirishimiz bilan joyli. Boshida keldikan ayrim. Agarda endi o'rtada, oxirida kela shunday ravish bilan yumart harf bilan endi. Tag'in bir qavatlayim. Agarda yumart harf keldikan, yordam qo'li uzattiran, ularni yordamni qabul etadi. Qo'lin olib burisha. Andan so'ng amma d harfi o'zim qo'lin so'zmaydi. Sarano. Mana y harfini da yordam qo'li so'zmadi. D'dan so'ng endi andan so'ng keladigan harflar tutashmaydi. Demak d ayrim yoziladi, qolgan harflar endi ayrim yoziladi. D, di, du. Mesela yadun, dikun. Mesela tağın bir söz alalımız indi. Mesela din sözünü de alayım. Dinun. Dinun. Din diyen söz. Din. Bunda tağın şolay. Nek bunda şekilde şolay. Dikun. Dinun. Tağın amdun diyen sözünü alıp gittik mesela. Amdun. Mesela bunda mim bilen tutashdi ko'rdik mi? Amdun. Ayn harfi alif zana yetmedi. Amdun. Bunda da shulay ko'ramiz. Mim yordam qo'lini so'zdi, ularni qabul etdi. Ammo o'zidan so'ng endi biz aytganimizcha u yordam qo'li so'zmaydi. Shunga da tag'in bir qavatlayim. Boshida kelayotgan, ondan so'ng harf kelsa, u tutashmaydi. Amma yumart harfdan kelsa, d harfi anga tutashadi. Biz mana shu misollarda endi ularni ko'rdik. Bizga endi shunga ko'ra ishlarga kerak d harfini hozir esda qoldirish uchun bir necha yo'l daftarlarimizga d deb yozib qo'yirga kerak, esda yaxshiroq qolsin uchun.
Subhanakallah bihamdik ve şallallahu ve estağfiruke ve etûbü ileyk.